Muhtar ansambli ijodkorlari, raqs ansambli ijodkorlariga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Katta rahmat, salomat bo'linglar. Kechamiz davomida barchangizga xush kayfiyat, yoqimli xatirlagan holda yana bir bor go'zal yoshlarimizga baxt tilaymiz azizlar. Barchangizga xush kelibsiz. Yana bir bor qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Aziz do'stlar, hurmatli muhtaram mehmonlar, ana endi xo'p raqsingor lahzalarni boshlaymiz. Negaki bugun to'y, bugun tantana, barcha aziz muhtaram mehmonlarimizni davramizni markaziga taklif qilgan bo'lardik. Sababiki siz qanchalik mazza qilib harom o'ylasangiz hofizlarimizni ilhomi keladi. Bundan tashqari albatta kelin-kuyovimiz xonadon egalari bundan xursand bo'lishadi. Bugun aziz do'stlar, hurmatli muhtaram mehmonlar, shunday taklif shuki, xo'p aziz mehmonlarimizni ezgu istaklarini, chiroyli niyatlarini o'rniga mehmonlarimiz mazza qilib harom aylashsin degan taklif tushdi. Ana shu taklifni biz qabul qildik. Shunday ekan, barcha aziz muhtaram mehmonlarimizni davramiz markaziga taklif qilamiz. Chiroyli shoh kuy qo'shiqlariga navbatni beramiz. Marhamat. Marhamat.